Assalomu alaykum yo'lovchilar. Yaxshimisizlar? Biz Pastarg'om Arabxonaga yana navbatdagi pechkamizni ustanovka qilib berdik. Mana shu xonadagi pechkamiz. Mana bu traktormi? Bu traktor. Mana bu yonishchalar. Pechkamiz 130lik pechka, ikkita xonaga ustanovka qilib berdik. Mana xonamiz. Tagini ochamiz, yonadi. Bu orqa tarafi remont bo'lgan joy. Mana bu xonadon tayyor aboylar bilan remontiga zarar yetmaydi mana. Bu ochiq joyi qolgan, u yerga 30 qilib kafel terib qo'yadi, tamom. Bu yer tayyor. Bemalol yashashsa bo'ladi. Mana shu xonadon. Pechkamiz yoqqan bo'lsa, yonishiga baho berib, bittadan like bosib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Mana bu Pastarg'omdagi Arabxonadagi ikkinchi pechkamiz. Yonishlari. Ikkita xonaga ustanovka qilib berganmiz. Yangi uchastka mana. Mana Pastarg'om Arabxonaga bu 3-pechkamiz bugungi pechkamizni boshladim. Aka pechka qanday ekan? Pechka yaxshi pechka ekan. Qo'lingdan sizlar ham qo'yinglar, zo'r qishga zo'r ekan, qishga moslashgan. Ikkita xona dahshat isiydi deyapti. Endi ko'ramiz, qish kelsa o'zi yoz-ku. Havozni balki olibdi. Mana pechkamiz yonishlari. Pedagoglarga ma'qul keldi. Bemalol tavsiya qilasizlar odamlarga? Ha, zo'r qo'yish kerak.